Bo'linglar, Kuvaytga yetib keldik. Kuvayt degan nima? Kuvayt degan so'z Kut so'zdan kelgan bo'lib, kichik qal'a degan bo'ladi. Ha, rostli qal'alar ko'rinib turdi ekan. Men bu so'zni Kut so'zdan kelganmikin debdiman. Bu shaharni oziq-tulik ombiri deb anglagan edim. Yo'q. Bu shaharning otilishi uning bilan munosabatsiz. Kut so'zi endi tursa, masalan, Kalkut so'ziga o'xshash. Hech kim kesib bir narsa deyolmaydi. Balkim Loloning to'g'ridir yoki Marjonning to'g'ridir. Nima bo'lmasin, go'zal shahar ekan. Kelinglar ko'rib boqaylik. Ha, yana oldin qitimqidak avval tushib g'oyib bo'lay demaydigan sana balam. Yo'q, endi herkes yolg'iz bo'lmayman. Cho'ngloq aygishiman. Yaraysan, aqlli kishilar tajribali cho'nglog'i aygishidir. Voyjon, qutuldiringlar! Aqlli kishilar-chi, yanada yo'lig'im meni berdi. Nima degan tamli qulullar bu? Bakli yeyishlikkan. Ajab talaysiz ekanman. Har qaytim ochsam bir marvoyit chiqadi. Buni talaysizlikda o'tamsan? Albatta, buni yo yigili bo'lmasa. Lolo, ismingning ma'nosini bilmaydigan o'xshamamsan. Nimaga kulasizlar? Sen tashlab bu marvoyitlar to'limi qimmatlik. Amsa o'zlaridagi sadaflar bilan tegishamlar. Sen nima degan yaxshi, ha? Texi ustakmi beraman. Meni mazoq qilyaptimdilar? Yo'q, bu sening haqqing. Yana o'zingni talaysiz demoqchimisan? Unda bo'lamdigan. Men bekor deb tashlab etmoqchi bo'lgan narsa Xudo bergan rizqkan emasmi? İnsan yaxshi narsalarning nimalarga yo'shiringanini bilib bo'lolmaydi. Bu Musa alayhissalom bilan Xizr qissasini yana esimga soldi. Kelinglar, arzon kiroliq, esil taomliq oliy kiyima hozir mang'idi. Rahil, anladingizmi? Esil taom, arzon kira. Yuring, kemiga chiqaylik. Oyim, o kema bizga munosib kelmas. Siz degan cho'ng savdogar tursingiz. Tesh palpalni nima qilatdiq? Muhimi ishchi. Qancha olasiz? Har bir kishiga 20 oqchidan. Ikkimizga 30 oqchi beraylik. Qani marhamat qilinglar, avaylanlar. Anglasam, ikkalanga 30 oqchi oladi ekansizlar, ha? Ota, kambag'allarning kemisi sizga mos kelmaydi. Uning ustiga sizlar og'irroq do'stlar. Pulni ozroq hajlasam, yaxshi bo'p qolaman. Menda 5 talla oqchi bor ekan. Qog'iniga kemining tozligini qilib beray. Ulug' sultonimiz Hadat bin Badatga salom. Tayporni qandoq shamol ushtirib keldikin? Xushxabar oliylari. Azmangni azmay so'zla. 4 tane yep-yangi kiyima tutib oldik. 4 tal? Mushumi xushxabar bo'ldimi endi? Qandoq kiyima ushtirsa bo'lib kelish. Nima patparaqchilik bu? Sho'rpi eqib ketibdi-ku. Nima amal bo'lsin begim? To'lqin ko'tarilgan tursa, bo'ron chiqmas kerak. Buning bilan ko'rim yo'q. Yana sho'rpi beringlar. Mana bir ne? Rostli bo'ron chiqyapti. Bir amal qilmasak bo'lmadi. O'g'lim, menga yordamlashgina. Faqat menga olmayapman.
Mani keldim bigeme. Sakar, endi nima qilamiz? Yelkeni tushir. Bo'ronning pasayishini saqlayli. Men qo'rqyapman tag'a. O'zing tutib ol, kemidagilar cho'chitib o'tmayli. Yaqin atrofda port yo'qmi? Kemi yo'lnishini bekitish tas bo'lyapti. Quruqlik uchursalar to'xtaymiz. Bo'ronda 20 da kema porti to'xtagan ekan. Ularning hammasini tutib oldi o'q olilari. Bu nima? Ko'zing ko'rmi sening? Ancha kim ekan bu? O'xshivasakli bo'ladi olilari. Ağzını yum. Mening portimda eng yeni, eng mazmut kiyimlar turishi kerak. Undaqda buni qandoq qilamiz? Egillarga tashlab beringlar. Ya o'xshab ishiltar, ya g'arq bo'lishar. Bosh ustiga olilari. Tugishadigan bo'ldik. Bo'ron bak kuchlik. Biz kambag'allar hech kimga ozor bermagan tursak, hammaylar qilgan gunohlarini so'zlasin. Oyim, meni kechirsizlar. Mushu oltin zipsinatlarni da pullardan o'g'irliqcha olgandim. Qadrligim, menmi rostini day. Bu zinnatlar oltin emas. Men ularni misqa almashtirib etgan. Xaloyiq, men bu faqatla kasal emas. Boshqalarning esdashligini qo'zg'ash uchun boshimda kasal bo'lib olgan edim. Mendimi kirag'i tushlik pul bor ekan. Lekin qo'ldan chiqarvatgim kammidi. Men sizlarni har attigini suv aralashtirilgan sut bilan aldab keldim. Qaranglar, o tarafda quruqlik ko'rinyapti. Bumi yolg'on emas-ku. Yo'q, ana avpotni ko'mayyotamsizlar. Qutulib qolsaq, oltinlarimning yerimini sadiq qilaman. Ular oltin emas, mis. Qani, quruqlik tarafga kemini burayli. Bu oxirgi fursat. Bu miskinlarning kemisi dal Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom birga ketayotgan quruqlikqa kelib to'xtadi. Ajoyib ish. Bo'ron tuyuqsiz to'xtab qoldi desa? Oyatiki ikki odam qo'l pul olib. Avu birsi Xizrkan-ku. Xizr deganing kim u? Ko'ngil, ulug' bir kishi. Odamlar bilan ko'p arilishib ketmaydi. Ulardan kira olamdiq. Albatta olmaymiz. Ularning kemimizga chiqqanining o'zi katta sharaf. Xizr bilan hamrohi g'alit ekan-ku. Boshqalar bilan aralashmay, osmonga qarab o'ltirgan. Bundaq ayrimchilik tangsizlik emasmi? Aranglarda Xizrdek ko'ngil, yaxshi kishi yo'q-da. Bu nima taraqturuq? Odamning uyqusini buzib. To'lqindan kemiga urilgandagi ovozim ekan. Undaq emas. Bu yog'ochga urilayotgan kakining ovozi. Buzilgan yerlarni o'sha ovoz kerak. Oviyaga qaranglar. Xizr kemidan bir sholni qumurvatdi. Nima deyotganligimni bilamsan? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Bo'lmasa berib qarab beqinglar. Ko'zimga ishonamayapman. Bizga devasligidan barkat yog'adigan bo'ldi.
Ulardan kira almaganning so'riq o'qishimamdi bu. Uning hamrohimi unaga kayvatıdı. Kemidikilarni g'arq qilay demsan, xato qilyapsan deganini anglab qoldim. Hozir kayğanning nima foydasi? Kemi minib bo'lgan tursa. Eng yaqin pristonda to'xtashga majburmiz. Kirani berivasizlar begim. Nima kira? G'arq bo'g'ili toz qoldik. Xuddi qullardek suv kechib kelgan tursak. Sizlar bizga basanglar bo'ladi texi. Rost gapimni desam, sizlar rosti bir top oqdan chikansizlar. Endi qanday qilg'iliq? Nim bilan jon boqamiz. Men hech nimani bilmadim. Xudoning xolig'ini bo'ldi. Xizr bilan hamroyini mushundaqli qo'yib etamdiq yoki az qilamdiq. Bu yerda qozi nima qilsin? Bu yerda podshoh Hadad bin Badatning degini degan tursa. Uning ismi g'alit ekan-ku, ha? Shundaq, u ismi jismiga loyiq zolim. Kishilarga qilchi ich og'ritmay, hamma nimasini o'zining qilib oladi. Saqar uningni o'chir. Uning vaziri kelyapti. Bu kemaning egisi kim? Men va boshqa sheriklarim janoblari. Kemalarni oliylarining kemalariga qo'shib atkali keldik. Nimishqa janob? Biz nima qildik? Podshohning yangi qonunini ijro qilyapmiz. Zulm-ku bu. Nima deding? Vazir janoblari, u ozroq chatoq yo'liqqan. Davolatmoqchi edik. Uning gaplariga pisand qilmag'aylar. Endi eg'iz ochquchi bo'lma. Tez yo'qolish. Nima ishlar bo'lyapti-ku, ha? Kemimizga avval solih bir kishi chiqib olgan edi. Kemimizni teshib qo'ydi. Mana endi zolim podshohning qo'liga tushib ketdi. Endi berib ish izlamay, boshqa nima amalimiz bo'lsin? Qandoq ish? Biz dengizchilikdan boshqani bilmasak. To'xtanglar, sizlar gadoylarning. Bu tush kemalarning bizga lozimi yo'q. Ep ketish. Zo'man, qarab baq, ichiga suv kirib yetibdimi? Tomchimi kirmabdi. Kemimiz burunqidagi bo'lib qopti. Bundaq oson o'ngshilar deb o'ylamagan edim. Tez bo'linglar, kemini suvga tushiraylik. Kemimiz mang'ilyapti. Chiqadiganlar bormi? Bir odam 50 oqcha. Arzonkan. Podshohning kemisi 100 oqcha olarmish. Qani yuring Rohil. Eliq biz suyini surtib kelgan kemi shu'g'u. Hech qisi yo'q. U kunlar obdan o'tgan edi. Qarang qizim, u kema yerim baholiqkan. Ata, ems tezroq bo'laylik. To'xtanglar. Menimi ilib ilinglar. Bizga bu yaxshiliklar nereden keldi? Xizrning barakatidan. Agar u kemimizni teshvatmagan bo'lsa, zolimning qo'lidan qaytirib ololmaydik. Bizmi tilamchilik qilishga majbur bo'lib qolardik. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم. Tushundim. Xizrning qig'ini qarmoqqa ziyolikda ko'ringani bilan uning tigida nurg'un yaxshiliklar bor ekan emasmi? To'g'ri deysan, Lolo. Xizr alayhissalom Allohning nuri bilan qarab, uni xohishi bilan harakat qilgan edi. Teshib etilgan kemig'u shundoq bo'lsin. Ammo o'ldirilgan bolachu, gunohsizlarni o'ldirishga bu dunyoda qandoq bahona bo'lmoqchi? Sening bu savoling yo'lliq, o'g'lim. O'z vaqtida Musa alayhissalom shundoq o'ylagan.
Lekin Xizr alayhissalomning yetarlik sababi bor edi. Qandaq sabab bu? Xudo xolisa, so'zlab bersam qandaq. Kun patay debdi, shom namoziga hozirlanayli. Qani ko'ringlar. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.